Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev sizlarga foydali maslahat berishni yetkazishni boshladim. Bugungi mavzumiz bel og'riqlari haqida bo'ladi. Xalq orasida bu bel grijasi deb aytiladi. Ko'p tarqalgan bel grijasi deb aytiladi. Bel og'riqlarini ikkita turga bo'lib olsak bo'ladi. Ya'ni somatik turdagi og'riqlar va vegetativ turdagi og'riqlarga bo'lib olsak bo'ladi. Somatik og'riq nima degani? Somatik og'riq biz beldagi og'riqni ma'lum bir holat bilan kamaytirsak bo'ladi degan. Masalan, kimdir tikka oyoqda yurganda, kimdadir o'tirgan holatda va kimdadir yotgan holatda bu og'riqlar yo'qoladi. Bu turdagi og'riq somatik turdagi og'riq deyiladi. Bu turdagi og'riqlar bilan biz neyropatolog mutaxassisga yoki bo'lmasa massajga murojaat qilib, davolash kursini olib davolanishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'zimiz keyingi mavzularimiz haqida bu haqda to'liqroq ma'lumot beramiz. Vegetativ turdagi og'riq degani bu bizning holatimiz bilan bog'liq bo'lmagan og'riqlar. Ya'ni biz o'tirsak ham, yursak ham va yotgan holatimizda ham, ayniqsa kechki paytda yotgan holatdagi eng kuchayadigan og'riqlar hisoblanadi. Bu turdagi og'riqlar bizning qorin bo'shliqlarimiz bilan bog'liq bo'ladi. Unda siz neyropatologga yoki massajga murojaat qilsangiz, bu og'riqni yanada kuchaytirib olasiz. Ya'ni kuchayadi bu og'riq. Agar siz noto'g'ri neyropatolog yoki massajga borib, massaj olib davolanaman desangiz, bu og'riq sizni yanada kuchliroq bezovta qiladi. Bu holatda nima qilish kerak? Asosiy qorin bo'shlig'idagi buyraklar va yo'q ichak bilan bog'liq bo'ladi bu turdagi bel og'riqlari. Ya'ni siz urologga peshob analizi topshirasiz, peshobingiz yaxshi chiqmasa, yomon chiqadigan bo'lsa, siz urologga murojaat qilib davolanishingiz mumkin. Agar sizni surunkali qabziyat yoki bo'lmasam surunkali diareya, ichki tishlar bezovta qiladigan bo'lsa, unda siz terapiya mutaxassisga murojaat qilib davolanishingiz mumkin.